Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindoshlar, biz doktor Abdul'Aziz rahmetullahi'nin Pətivalar məcmuəsi birinci tomunu oxup bolğan idik. Allah'ın tevfiki bilen bugün ikinci tomunu başlayımız inşallah. İkinci tomununki mualliftin kirişini oxuşuna başlayman. Nihayet şefqatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Barlıq hamd sana bizlərni yoxdan bar qılğan, axırıq peyğəmbər nəvətib bizlərni təvhidə çağırğan və şəriətini qanun qılıb belgiləb bergan alimlərinin pərverdigarı Allahqa bolsun. Dört və salam alimlərə rəhmət qılıb əvətilgən, dinni bizə toluq yetkizgən süyümlük peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə və onun yolunu tutqanlarga bolsun. Cenab-ı Allah'ın tevfiki bilen bundan 2 yıl ilgiri sadece İslam bilimleri to'g'rida o'qirmanlaridan topshirib olgan savollarga qarata bergan pətivalarning bir qismini jamlab Pətivalar məcmuəsi birinci tom qılıb Qayra Əzər Mədəni Miras nəşriyyatida nəşr qıldırğan edim. Suallar toxtamay kelib turğaçqa qısqan vaqtlar xeyli köp pətivalar yazıb tayyorlanğan boldu. Nəticədə birinci tomga kirgizilməyən pətivalarga yanada yazılğan pətivalarni qoşub, qaytadan ko'zdan keçirib, Uyğur tili və imla cəhətini tüzüb, naql və dəlil mənbələrini texim tuluqlab, ikinci tom qılıb nəşr qıldırışqa tutuş qıldım. Bu yerde bana samimi teklif fikirlerini bergen, pətivalarını körüp çıkış ve tayyorlashda yardımını aymagan her bir qarindishimga, şundaqla meni dualar diyat etib turgan ustaz ve okurman qarindoshlarga xasan teşekkürümni bildirimen. Pətivalar məcmuəsinin bu tomumu birinci tomudek aqida, ibadet, axloq ve muamele qatarlıq sahalarda musulmonlar ehtiyojliq muhim məsələni özgə alğan bulup, bu pətivalardımı İslam körsətmələrini əməli ahval bilan birləşdirib təhlil qılğan asasda qurbumning yetişə şəriət ro'yiga eng uygun bo'lgan javobni berishga tirishdim. Qarashlarni naql qilishda, hadislarga baho berishda nupuzliq ulamolar, mu'tabar muhaddislarning kitoblariga murojaat qildim. Umuman ilmiy o'lchamga qattiq rioya qilishda chong turdim. Aqida dilda e'tiqod qilish kerak bo'lgan ishlarni ko'rsatsa, shariat, ibodat va muomalalardagi amalga munosabatlik ishlarni ko'rsatadi. Islom aqidasi dalil faktga tayinlangan isbotliq ilohiy aqida bo'lish sifati bilan insonning yaratilishidagi tabiatiga mos kelishganligi, aniq va qulayligi, shundaqla muqim va o'zgarmaslikka qatorliq aloyiqlarga ega. Bu quruq nazariya bulmasdan belki insanın real ameliyatiga zid bağlanğan, hayatning turli sohalarini o'z ichiga olgan aqidadir. Shariat bo'lsa, Cenab-ı Allah bandalariga belgilab bergan ahkam va tuzumlarni ko'rsatadi. Shariat Qur'on va sahih hadislar bilan isbotlangan, keskin ijtihod qabul qilmaydigan hukmlarni o'z ichiga olgandek, Qur'on va hadis ro'yiga tayinib ijtihod qilishga bo'ladigan ahkamlarni o'z ichiga oladi. Shariatda farzligi yoki haromligi yoki mubohligi yoki makruhligi va yoki mustahabligi aniq va keskin masalalarda asosan qarash o'xshamasligi yo'q deyarlik. Qur'on va hadis ko'rsatmalari bu ahkamlarni bildirishda aniq bo'lmasa yoki hadisning sanadi sahih bo'lmasa, bir ishning bularning qaysiga tava ekanligida olimlarning ijtihodlari, qarashlari o'xshash bo'lmay qoladi. Izlanish va tahlil qilish usullari farqli bo'ladi. Ijtihodiy masalalarda qarash har xil bo'lishi normal ahvol bo'lsa-mu, biz Uyg'urlarlar emas, butun islom dunyosi miqyosida to'g'ri yetaklovchi metoddan yiroqlish natijasida shaklvozlik, quruq talash tortish va ijtihoddan qarashdan ve ijtihadi qarashdan birdan bir to'g'ri qarash deb qaralish ve bu orqali o'zini upritish, fitna urqi chechib musulmonlar aro ko'ngil og'riq paydo qilish qatorliq illatlar saqlanib kelmoqda. Bu sababdan ba'zi masalalar ustida to'xtalganimda bu turli datalashlarni tugutish yoki hech bo'lmaganda ziynni azaytish maqsadida bir qadar atrofliq va uzunroq javob berish ma'muriyati his qilganligimdan ba'zi fatvolar xilli uzrab ilmiy izlanish va tadqiqot qarashdan olgan bo'ldi. Bu munosabat bilan men uzun yillardan buyon ijtihodlaridan, tadqiqotlardan va ilmiy mavqelardan naf olib kelayotgan mayli qadimki sahoba va tabiinlar bo'lsin, mayli undan keyingi imom Abu Hanifa, imom Shafiy, imom Malik, imom Ahmad qatorliq mujtahid imomlar bo'lsin, mayli ulardan keyingi imom Navaviy, G'azzali, Ibn Taymiya va Ibn Qayyimlar bo'lsin, mayli yaqinqi davrdagi Shavkani, Rashd, Rizo, Ibn Abidin qatorliqlar bo'lsin, mayli hozirgi asrdagi Shayx G'azzali, Shayx Bin Baz, Shayx Albani va imom Yusuf Qardaviylardek ustozlar bo'lsin. Mayli biz Uyg'urlarga dinimizning to'g'ri sap yetkirish yo'lida fidokorlik qilib kelgan vatan ichi va sirtdagi ulamo ustozlarimiz bo'lsin, barliq kattalarımizga Allohning rahmatini tilayman. Pətivalardagi ba'zi ijtihodiy tahlil va tarjihlar, tarjih qilish, dalillarni selishtirish asosida ikki yakbirlash qarashidan ma'lum bir qarashni kuchli tanlashga iborat. Xulos yakillar ijtihodiy bo'lish nuqtasidan hammaning ilmiy qanoatiga mos kelib ketishi notayin. Shundaqdimi ustozlar va ahli ilmlarning bu vaqtda qimmatli mulohazalarini o'rtoqlashib turishini umid qilaman. Shundaqla har bir o'qirmanning kitobda bayqagan xatolik, savallik yoki diqqatsizliklarga tuzish berishini va fikr taklifini aymaslikni to'g'ri bilan so'rayman.
Cenab-ı Allah'ın xatolıqlarımni afu qilishini, qilgan bu ilmiy xizmatimni salih amallarım qatorida qabul qilishini va bu kitobni xalqimga foydali qilib berishini tilayman. Hurmat bilan doktor Abdülaziz rahmatullah. 16 Rabiul Axir 1439 yili Hijri. 3 yanvar